Noyabr oyiga umra safari nech pul bo'lyapti? Narxlar anchagina tushirilibdi va undan keyin dekabr oyiga ham bor va qaysi kunlarga bor va unga nima bonuslar qo'shib beriladi va shular to'g'risida yangiliklar, zo'rlari bor. Xudo xolisa videoda o'tkazmasdan ko'rib tursalaring, sizlarga to'liqroq ma'lumot beramiz. Bizda yangi bo'lsalar, podpisatsiyani bosib qo'yinglar. Ishlab chiqarish bizneslar birinchilardan ko'rib olasizlar. Hozir nima bonuslar bor va noyabr oyiga qaysi kunlarga bor? Qatlardan uchamiz. Qiynalinmaydimi? Ota-onam nima bo'ladi va kimlar kutib oladi? Qo'limizdan kelgancha sizlarga ma'lumot beramiz. Sizlar qatlardan ko'ryapsizlar o'zi. Rossiyadan ko'ryapsizlarmi, Koreyadan ko'ryapsizlarmi, yo qo'shni davlatlardan ko'ryapsizlarmi? Qo'limizdan kelgancha ma'lumot beramiz va kommentariyada yozib ketish ham esdan chiqmasin. Sizlarga nimalarni yetkazib bera olmayapsiz. Asosiy kommentariyani erinmasdan yozsalaring, bizga ham qiziq, keyingi safar sizlarga qo'limizdan kelgancha ma'lumot beramiz. Yana bitta narsa, shu orada mana litsenziya 0014 O'zbekistonda himoyalangan litsenziya bo'ladi. Ya'ni o'sha Centrum Holidays'da ishonchli tur firmadan sizlar borasizlar. Ya'ni o'sha $10,000 berasizmi, xullas $5,000 berasizmi, plus через bank orqali o'tadi. Ya'ni bezopaslik bo'ladi. Misol 20 kishi borishi mumkin, balki 5 kishi borishi mumkin. Avvalo Alloh, lekin bexijolat muammo bo'lmaydi. Va sizlarga yangilikni aytib o'tamiz. Endi avvalambor assalomu alaykum, charchamasdan. Sizmisiz? Endi hozirgi kunda, ya'ni noyabr oyida, noyabr hozir hamma narsa qiziqib yoz ketayotgan paytda qaysi kunlarga samolyotlarimiz bor? Xo'p, hozirgi paytda aka haftasiga ikkita reyslarimiz qoldi. Haftasiga 2 kundan bo'ladi doimiy. Xo'p, aka Samarqanddan inshaalloh 12, 19, 20 ga bor. Toshkentdan kun ora qolyapti aka reyslarimiz. Vodiydan haftasiga ikkita reyslarimiz qolyapti aka inshaalloh. Keyingi oylarga ham bo'ladimi? Misol keyingi oyga aka Xudo xolisa Toshkentdan kunda qo'yadigan bo'lyapti. Dekabrda. Toshkentdan kunda bo'ladi, Vodiydan haftasiga 3 ta bo'ladi yangi oyda. Chunki Xudo xolisa O'zbekistonga yangi kompaniya kirib keldi aka. Inshaalloh yangi kompaniya kirib keldi. Oldin haftasiga 2 ta edi. Hozir o'sha yangi kompaniya o'zi yana bitta reys qo'yyapti. Undan tashqari yo 4 ta bo'lib qolishi mumkin, yo 3 ta bo'lishi aniq. O'sha talablarni yaxshi bo'ladi, Xudo xolisa. Stress ko'payyapti, narx tushishiga sabab bo'lyapti. O'shaning uchun mana yangiliklarda narx o'shanga yarasha tushadi, Xudo xolisa. Mana qaranglar, narx ham zo'r bo'lyapti. O'shani videoda boshida aytdim, yangiliklar bor degan sababli narxni ham hozir video davomida aytamiz. Endi bonuslarimiz nima? Bonuslarimiz qo'shib beradigan narsalarimiz. Xo'p, bonuslarimiz shu oldida turgan aka bo'yinbog'ni qo'shib beryapti. Mana shuni qo'yib oladi. Keyin so'mka, kamzil, bejik beryapti. So'mka mana bejik bo'ladi. Bu bejik, ya'ni o'sha Arabistonda yurganingizda o'zbek raqami ham, arab raqami ham bo'ladi. Ya'ni qayerdan kim, qanaqa odam, hali bir xil gangib qoladi, odam ko'p, har xil holat bo'lsa, mana shuni bemalol arabcha aytsangiz telefon qilib o'zi tushuntirib beraveradi. Mehmonlargacha ham yo'q bo'ladi. Va undan keyin so'mkasi bo'ladi. Mana so'mkasi ham juda chiroyli, bexijolat, ham yo'g'ingizni kimdir suv ichadi, kimdir tezsiz narsa yeb turish kerak. Yosh kattalar meva chevangizni sovg'asidan bo'laveradi. Xudo xolisa va kamzili bo'ladi. Centrum Holidays o'zini nimasi kamzili bo'ladi. Ixtiyor aka, Saudiya Arabistoniga borilgandan keyin 5 litr Zamzam suvi hadya bo'ladi. Xudo xolisa, u ham. Keyin Qur'on bosmaxonasiga borsa, Saudiya Arabistonidan berilgan bitta Qur'onga sababchi bo'lib olib berishga harakat qilamiz inshaalloh. Uni javob berilmaydi, lekin sababini qilinadi. Sababkor, endi biz sababini qilib beramiz. Chunki biz ko'p reklamalar ko'ryapman, bittadan Qur'on hadya qilaman. Yo'q, siz hadya qilmaysiz-da, bu yolg'on-da bu. To'g'ri, uni Saudiya Arabistoni o'zi zavodga borganingiz hisobiga Saudiya Arabistoni bittadan sizga hadya qiladi. Qarang, shunga sababi deyilganda qarang, men ertalab 6 da bordim, qarang, 8 da berar ekan, men Madinada harakat qilib ko'rdim. 8 gacha 2,5 soat hisob uyqusirab yurdim-da, endi o'sha yerda voyima qilib uyqusirab yurdim va 8:30 bo'ldi kunduzgi. Kirdim, menga bermadi. Nasda, hali qo'polga bitta afrikalik negerlar olib chiquvdi. Pachka beryapti ular. Endi ularda o'qish yaxshi ekan. Bittasini hadya qildi, mana shu 2 soat turdim, tushuntirsan keyin bittasi ko'ngildan olib chiqib berdi. Mana dedi. Avvalo nasib ekanda men pochka ololmadim, bir dona oldim lekin. Ana shunaqa unisiga hech kim garantiya bermaydi, lekin Allohdan so'rasangiz avvalambor olishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, endi nimalarimizni tushundik. Metrlari, masalan, yotoq joylarimiz asosiylarni so'rab olsak. Xo'p, aka Madina navada 300 metr oldi gastitsamiz bo'ladi. Makka mukarramada esa 1,5-2 kilometr bo'ladi inshaalloh. Makkada. Makkada. Keyin yer ishlar yosh kattalarga. Xo'p, aka men sizga to'liqroq ma'lumot bersam nima deysiz? Zo'r bo'ladi. Butun O'zbekiston bo'ylab 15 ta viloyatdan reysimiz bo'lsa, Jiddaga ham bor, har bitta viloyatda, Madina Munavvaraga ham bor. Xohlovchilarga. Xohlovchilarga.
Madina Munavvaradan boshlasak, 3 kun Madina Munavvarada bo'linadi, 11 kun Makka Mukarramada turiladi. 3 kun Madina Munavvarada turilganda 2 mahal issiq taomlari bo'ladi. Makka Mukarramada esa 3 mahal milliy taomlari bo'ladi. Gastinisalar masofasi esa Madina Munavvarada 300 metr oralig'ida gastinisamiz bo'ladi. Makka Mukarramada esa 1,5-2 kilometr oralig'ida gastinisamiz bo'ladi, inshaalloh. U yerdagi sayohatlarimiz Arafat tog'i, Muzdalifa, Uhud, Jamorat, Qizil dengiz, Qirog'ora davomiy etaveradi inshaalloh. 15 dan oshiq ziyoratlarimiz bor. U yerdan qaytib kelinayotganda hozirgi aytmoqchi bo'lganim Qizil Qur'on zavodiga ekilganda Qur'on beriladi va u yerdan qaytib kelinayotganda 5 litr Zamzam suvi hadya qilinadi. Bizda nima atir zavodiga borish ham bor. Bir borgan kuningiz umraga borgan kuningiz umra qildingiz. Umra qilganingizdan keyin 2-3 kun o'tgandan keyin atir zavodiga boriladi. Atir zavodiga borilganda har bitta inson o'zi bilan ehromini oladi. Chunki miqotdan uyog'ida u. Yana qaytib kelayotganda nima o'sha guruh bo'ladi-yu. Yana o'sha boshqatdan, boshqa energiyada 50 yoshlarimiz bilan ikkinchi marta umra qildirib qo'yishadi. Vo, maza-ku. Guruh bilan birinchi marta umra esda qolarli, ikkinchisi yanada esda qolarli bo'ladi inshaalloh. Agar o'zi birinchisi o'zi hisob etsa, o'zi ham qo'ysa bo'laveradi. Hech kim nimasi yo'q o'sha. Misol, ana hozir odamlar o'zi kirityapti-ku, oldin mana shu narsa ulamolardan so'raganimda eshitganimiz, to'g'rimi, noto'g'rimi bir qator o'zim uchun eslatib aytmoqchiman. O'zi yoki umra qildirishdan ko'pchilik qaytarilgan. 50 yoshi gruppa bilan birgalashib yoki umra qilgan afzalroq. Chunki agar hajga bordingiz, masalan hajga bordingiz, millionta odam o'z bordingiz, ko'rdingiz. Million odam sig'adi Arofatga, to'g'rimi? Lekin Xudo bir kishining gunohini kechar ekan. Millionta odamdan bitta odam gunohini kechar ekan. O'shini hurmatidan butun boshli Arofatda turganlar gunoh kechilar ekan. Va, ana. Ko'ryapsizmi? Savob. Jamoatni nimani hurmatidan, Xudoning mehribonchiligida bu millionta odam boradi haj qilaman, lekin Xudo bir kishinikida. O'shuning uchun birov dilidan ortma, bayt yulib qo'yma, hushyor bo'l, xato gapirib qo'yma, jim tur. Umra qilganingga haj qilgan jim tur deyiladi. Nimaga? Kimdir dilini olib bersa, men siz dilingizni olib qo'ysam, Xudo sizni gunohingizni kechgan bo'lsa, Xudo meni gunohimni kechmay qoladi-chi. Achinasi bor. Ashuna xavotirlarimiz bor. O'shuning uchun umra ziyoratiga borganlarga juda ham katta tavsiya beramanki, borishdan oldin labbayga ayting, qalbimizni o'rnaylik. Xudoga bo'lgan muhabbatimizni qalbimizda namoyon qilaylik o'zimiz uchun. Men tayyor, odam har bitta odam tayyor. Ruhi labbayga aytgan odam borki, umraga boradi. Lekin qarang, labbaygan endi o'sha yerda aytish shart emas. Mashitdan boshlaylik. Bormasingizdan oldin, 1 yildan oldin boshlaylik. Pulingiz yo'q bo'lsa ham boshlang, o'zidan Alloh taolo sizni pul to'plattirishni boshlaydi. Dilingizga hisob beradi. Pul to'pla, o'z bilmay qolasiz qanday bir ketib qolganingizni. Labbaykani hozirdan boshlaganlaringga men qo'shilaman. To'g'risi bu labbaykani o'sha Allohdan so'rayotgan bo'lasiz. Endi men qisqacha qilib aytib qo'yaman. Bemalol hozirdan boshlasangiz hech kim so'kmaydi ham, o'zingizga ham yaxshi va ketishingiz yana ham tezlashadi, yo'llaringiz yana tezroq ochiladi. Xo'p, endi asosiy joyi puli. Qanaqa bo'lyapti? Hozirgi kunda mana bu videoda boshida aytdik, bonuslar bo'ldi, yangi nima turlar, yangi samolyot qo'yildi dedik, narxlar ham tushdi dedik. Aka, Xudo xolasa yangi reyslar qo'yilgan hisobiga narxlarni $1100 qo'ydik. Endi o'sha narxlarni eski holatiga qaytarishni qaror qildik. $1050 dan inshaalloh yilning oxirigacha aka. Yilning oxirigacha $1050, ya'ni o'sha $50 yana tushdi. Xudo xolasa, bizda yangi bo'lsalaring, like, kommentariya va podpisatsiya bosib qo'yishib esdan chiqmasin akalar va tanishlaringga jo'natib qo'yinglar. $1050 dan, ya'ni $50 dan misol 10 kishi bo'lsa $500 hannata, bu $500 ga o'sha sovg'alar bilan narsalar olishingiz mumkin bo'ladi. Qo'limizdan kelgancha sizlarga ma'lumot beramiz. Yangiliklar bo'lsa bemalol bizdan birinchilardan ko'rib olasan, uning uchun podpisatsiyani bosib qo'yinglar va tanishlaringga jo'natib qo'yish esdan chiqmasin. Xo'p, yana bitta savoldan qilib qo'yaveraman. Nimachi? Alaqa bir 10 kishi bo'lsa bonus bormi? Yo'q. Hozircha yo'q, ha? Unaqa aytibmiz, bo'ldi. Qilib qo'yamiz, ketdi 1-2-3. Akalar shu joygacha ko'rganlarga rahmat. Qo'limizdan kelgancha to'xtang. Akalar shu joygacha ko'rganlarga rahmat. Qo'limizdan kelgancha ma'lumot berdik. Xato kamchiliklarimizga uzr so'raymiz. Like, kommentariy doimiy qaytarib qo'yasiz. Nimaga like? Like'da bu bossiz bizga pul bermaydi. Prosta boshqa odamlarga, yaxshi odamlarga videongiz yana ham yaxshi videolar tarqashiga sizlar xizmat ko'rsatgan bo'lasizlar. Xolos, boshqa unaqa muammosi bo'lmaydi akalar. Va like, kommentariy yozib ketish esdan chiqmay bizni xatlardan kuzatasizlar. Shuni ham yozib qo'yinglar va qanaqadir savollaringiz bo'lsa kommentariyada yozib ketinglar. Keyingi videolarimizda doim kuzatib borayotganlar biladi. Keyingi videolarimizda o'sha savollarga javob berishga harakat qilamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.